korrupsiyaga qarshi kurashish, xufiyona oqsayotni oldini olish, ichki nazoratni tartibga tushiruvchi ishlar yangi davrga chiqiladi va nazorat kuchayadi. Bu aynan davlat manfaati doirasida amalga oshiriladi. Hech narsani Jizzaxda yashirib bo'lmaydi. Bu narsa chiqadi. Agar u noqonuniy harakat bo'layotgan bo'lsa, albatta u qachondir chiqadi. Chunki jinoyat hech qachon izsiz ketmaydi-da. Albatta o'zini izini qoldiradi. Bitta narsani to'g'ri tushunasizlar, u korrupsiya bizni qonunchiligimizda ham, bizni dinimizda ham qattiq qoralangan.